Sohibqiron tarixni o'zgartirgan buyuk sarkarda. Amir Temur kim edi? U shunchaki bosqinchi emas, balki dunyo siyosatini o'z qo'lida tutgan dahriy edi. Nega yuzlab yillar o'tsa ham, uning nomi hamon titroq soladi va lol qoldiradi. Bugun biz Temur saltanatining sirli parda ortidagi haqiqatlarni ochamiz. Temur o'z davlati poydevorini kuch, adolatda degan tamoyilga qurdi. U nafaqat mohir harbiy strateg, balki temir intizom egasi edi. Uning boshqaruvi tizimi aniq hisob-kitob va elchilik aloqalariga asoslangan edi. Harbiy yurishlarida u hech qachon mag'lub bo'lmagani tarixiy fakt. Asl maqsadi Ipak yo'lini nazorat qilib, Samarqandni jahon madaniyati markaziga aylantirish edi. U qurgan me'moriy obidalar hali ham o'sha davr kuch-qudratidan so'zlaydi. U Temuriylar Renessansi deb atalgan ulkan madaniy yuksalishga zamin yaratdi. U tarqoq qabilalarni birlashtirib, o'z nomini tarix zarvaraqlariga muhrladi. Amir Temurning harbiy taktikalari haqidagi keyingi videoni tomosha qiling.